Gijjasi bor bolalarda quyidagi simptomlar bo'ladi. Birinchi belgi tishini kechasi bilan g'ichirlatishi. Ikkinchisi tirnog'ini g'ajib qo'yishi, даже olishga ham ulgurmaysiz. Uchinchisi ishtaha yo'qligi. Suxamerkalarga, fast foodlarga bo'lishi mumkin, lekin uydagi ovqatlarni deyarli yemaysiz. Shaxsan o'zimda bo'lgan holat. Imranchikda ham, Xonzoshkada ham bo'ldi bu holat. Kechasidan tishni g'ichirlatishi. Hatto o'g'limni tirnog'ini olishga ulgurmasdim, chunki g'ajib qo'yardi. Uchinchisi umuman ishtaha yo'qligi. Har xil doktorlarga bordik, analizda palonchi pulga topshirdik va bilasizmi nima deyishdi? Berayotgan dorilarim ertaga jigariga minus bo'lishi mumkin. Bu lecheniyadan kelgan 40 kundan keyin kelasiz, jigariga yana lecheniya olamiz. Taq etdim miyamga. To'xta, hozir bir joyga foyda qilaman deb, ikkinchi tomonga zarar bo'lmasin deya o'zimni mahsulotlarimni tavakkal qilib ichirishni boshladim. Va bilasizmi, mana shu 60 ta kapsula bo'lsa, ikkita farzandimga 30 ta ichirganimda rezultat vashe zo'r. Bu ham 60 tadan ikkala bolamga men rezultat ko'rdim. Buni ham hatto mana shu bitta kompleksni men ikkita farzandimda уже rezultatini ko'rdim. Bugungi kunda ishtahasi zo'r, ovqatini yeydi, tirnog'ini olish men uchun baxt va tishni g'ichirlatmasdan tinch uxlashadi. Agar sizda ham shu muammolar bo'layotgan bo'lsa, yechimini mendan topishingiz mumkin.